Bolajonlarimiz uchun ertalabki choyga judayam yumshoqqina bo'lgan ichlari zgushonkali kruassan retseptiga nima deysizlar? Bir kosa iliq sutga tuz, xamirturush, bitta tuxum, shakar aralashtirib, ustidan sekin-astalik bilan un solishni boshlaymiz va xamir qorishni boshlaymiz. Xamirimiz ozgina qo'lga yopishadigan holatga kelgandan keyin ustidan yarim piyola yog' qo'yib, oddiy semichka yog'ini quyib, yaxshilab xamir holatiga keltiramiz. Xuddi shunaqa qo'lga yopishmaydigan holatga kelib olish kerak. Ustidan strech yopib 1 soatga oshirishga olib qo'yamiz. Xamirlarimiz oshib chiqqandan keyin mana xuddi shunaqa воздушный bo'lib chiqadi. 8 ta bo'lakka bo'lib olamiz va kichkina zuvalachalar qilib yana 20 minut tindirib olamiz. Xamirlarimiz yaxshilab tinib chiqqandan keyin yanada chiroyli bo'lib ishib chiqadi. Xuddi videoda ko'rsatganimdek, ustini yopib, ozgina tindirishga olib qo'yasizlar. Har bitta zuvalamizni shunaqa yoyib olib, xona haroratida eritilgan sariyog' suramiz va ustma-ust yana xamirchalarimizni taxlab chiqamiz. Va shunaqa katta holatga keltirib olamiz xamirlarimizni. Yaxshilab dam oldirib, bo'lachalarga bo'lib olamiz. Menda 25 ta bo'lak chiqdi. Har bittasini ichiga bir qoshiqdan varyonni zgushonka solib, xuddi videoda ko'rsatilgandek o'rab chiqamiz va listimizga terib olamiz. Listni ustini yana yopib 20 minut dam oldirsanglar, juda ham ishib, воздушный, juda ham mazali kruassanlar bo'lib chiqadi. Ustiga tuxum sarig'ini 180 gradusda duxovkada pishirib olamiz. Hammaga yoqimli ishtaha.